Jangal buloq. 6-qism. Bazmarg'an mushuk. Lekin kunlarning birida yana bu oilaga qaytib kelishga to'g'ri kelsa, u ota-onasiga qaysi yuzi bilan qaraydi? Uning ustiga bir erkak uningga chin aqida qilib, chin dilidan yaxshi ko'rib boqmagan edi. Ota-onasining qo'shilmaganini anglabla hammasi yenib olgan edi. Guloyim Ushur Kanayning o'g'li Matqurbonnimi xeli obdan biladi. Yuzlari ancha-muncha chechak izi qoplagan, chiroyi sap-seriq. Avaqroq kelgan bu yigit Guloyimni to'y-to'ykunlarda etiz boshlarida ko'rib qolsa-mu, shalparda qizirib o'tib ketadi. O'zidan 2-3 yosh kichik Matqurbon Kanayni o'zini so'rab keladi deb Guloyimning uxlisi tushiga kirmaydi. Mana endi osmondan tushgandek paydo bo'lgan Guloyimni yoqtiradigan bu loyiqni dadasining rad qilmoqchi bo'lganini anglab, ko'ngli yerim bo'lib yig'ladi. Ondaqmı deb ketmislar Uraymoxon. O'zlarini osmondagi yulduz, bizlarni yer yuzidagi paqra qo'ng'iz ko'rib qolgan o'xshamamdilar. Sizlar bizga qaraganda davlatman bo'lsa-mu, topgan pullarni go'rlarga ep ketanmaylar. Bizmi topqanimizni go'rga ep ketimiz deganim yo'q ko'slar Maysixon. Endi bu jahonda yashagankanmiz, hammamizning qo'li oldiga egiladigan qarsizlar. Shunga bizga xala joydagi echib ketgan po'xtak sesiq gap qilmasizlar. Pul tepib bayashachılıqda yaşığınımız xata emasdi. Ondaqda bizning o'ylariga kelib qiz so'rag'inimiz xato bo'lgan o'xshaydi Chinarxon. Siligimi o'zirdek ro'zg'orlari to'nglikdan oshqudek, ishlamay yeb yotqudek biroz uchrab qola. Biz asta qaytib qolali. Bu gapni anglab Chinarxonning yuragi qartdi qildi. Eriga bo'lishib bir necha qiz gap qilib qo'yg'iniga bularning birdamda qaydab qilishini o'ylab baxmagan edi. Kelgan elchilarning hammasini necha yildan beri yo'qolan bahonalar bilan qaytiribdi. Hamdi yana ujmi xilganda xillab o'tirsa, qizning ar chiqmay o'ltirib qilishidan vayim yetdi. Tazimi bir o'pkis yo'q xotin kalla Maysixon. Texsiliga qiz bermaymiz deganimiz yo'q-ku. Gap bo'lsa aldirmay qilishib maslahatlashsak bo'ladi-ku. Kapkila aldirab qolmasizlar. Uraymoxon. Non tigidigan gapni qilinglar. Qanday qilamiz bu ishni? Sizlarcha qanday qilsak bo'la, O'shiraxon? Qiziq gap qildikansizlar Uraymoxon. Qizsilni. Beshigini tavratganda ikkilar tursizlar. Berish bermaslik ikkilarning ixtiyoridagi ish. O'g'limning qizinglig'i mayli tushib qopti ekan. O'g'limning orzusi bilan uyingliga kap qoldik. Navoda pek egiz o'qirga eslib qolgan bo'lsak, asta ketib qoldi. O'g'limning rizqimi yadi bor. Amsa naq gapga keldi. Hamda qiz bola vaqsi bor odam deganning o'yiga qiz so'rab, baylami, kalendar devorlam keldigan gapga. Buningdan eg'ir elishmi ishmi? Amsa qizimni o'g'lingizga bersammi beray. Ammo to'yliqqa mening deginimga ko'ninglar. Qizimning to'yliqiga mo'chan sentini kam qilmay 5000 ko'y naq pul beringlar. Shuningga ko'nsanglar, bu to'yni qilsaqmi qilayli. Ushur Kanay bilan Maysugul bir-biriga qarashib olgandan keyin nima deyishini bilinmay bir haza o'ltirib ketdi. Urayim postak taqozolik bilan so'radi. Gap qilinglar O'shiraxon. Sizni xeyli bir kasken desam, yeli chiqib ketgan balondek bo'shab qoldinglar ajab. Qizingning to'yliqiga 5000 ko'y dedinglarmi? Bu 5000 ko'y pulga qizingizdan boshqa yana qo'shib beradigan ustak va o'xshamamda. O'shiraxon, odam zangli qilmanglar to'la. 20 necha yil boqqan qizimni sizga bekog'li bersam bo'lamtamsa? Endi daymina Uraymoxon. 5000 ko'y pul deganga yo'g'on to'paqdan 4 kildigan tursa. Sizlarmi aqlga siqqudek gap qilinglar bu. Mening qizimning 4 tal to'paqchilik qimmatimi yo'qmi-ka? Eng yaxshisi sizlar o'g'lingizga qizib beraman demay, to'paqni birini ep beringlar. Bir yil sapan ketib yer og'dirsanglar, pulni chiqirib bo'lsizlar. Uraymoxon.
Bağan seri gapning sesiga chiqib ketmasin. Biz otichakning sodisini qilyapmaymiz. Ömür sodisi qilyapmiz. Burunqi esil an'analarimiz unutilib ketmasin. To'yliqqa bir unchivola jiq talab qilib turibmisinglarmi? Loyig'ida desanglar bo'la. Urayim Postak Uşur Kanayning o'ziga o'xshash chashqonga kepak oldirmaydigan odamligini his qilib, maqsadini uchuq oshkora bayon ayladi. Hamda to'yliqni naqbul chiqarish eg'ir kelgan bo'lsa, men gapni oshkorlday. Biz tarafdan chiqadigan to'y chiqimini sir ko'taringlar. Ondan hamma ish sizlarning deginingdek bo'lsin. Bo'pti. Sizlarning deginingdek bo'lsin. Qiz tarafning to'y chiqimini biz ko'taraylik. Qizinglar uyimizga kelsa, yigili oshnon, kaygili egin ketadi. Anda bo'lsa, sizning nopozliq yeringni biz terib tursa qanday deysizlar? Nima dedinglar? Meni chilib o'tamsizlar nima, O'shiraqon? Sizlar chaladigan dab ya dutar bo'lmasanglar, sizning maqsadinglar yeningildan bir tiyin chiqim qilmaslik ekan-ku. Baya sizlar degandek hamma odamning qo'li oldiga egiladi. Bo'ldi. Bu ish mushadil qolsin. Bugun oqsham sizlarmi bizning uyga kelmagan bo'linglar. Bizmi sizlarni ko'rmagan bo'laylik. Asta bir uyinglar ketib olamsizlar. Ma'qul amsa, shunday qilinglar. Qizingning 23 yoshga kirguncha er chiqmay o'ltirib qolganiga ancha hayron qolmasaqmi bo'g'idik. Qizingni eg'ildagi kalanglarga o'xshash sig'ib sutini ichasizlar. Tejmal gadoy. Zvoninga bekib so'zni juma, elibika. Turunglar xotin, ketaylar. Kishilar Urayim Postakni o'zining yegan ishkiniga chidamay, kech kunduz ichini tatlab o'ltirdi desa ishonmabdi ekanman. Rostkan emasmi? Ma bir vaqt yegan zag'irga hapti nag'ir chaldigan tegi pas jo'ndakning gapiga nima deyamdi? Beti adab ko'migan, ko'ti tarat ko'migan adabsizlar. Qaysi holingga qiz so'rab kelishdiga oldimga. Yo'qilsa menga, o yalan to'shlar. Gap qilamiz, to'la og'izlarini buzayvermisizlar Uraymoqxon. Biz qalanda bo'lib uylariga talab kelmadik. Necha vaqtdan buyon eshakmi to'pisini qayqib qo'ymay to'pi besib o'ltirib qolgan qizlarni erlik qilib qo'yaylik deb keldik. Yomon bo'ptimi? Ay, tehi, ma gapni ko'ring. Qizim tehi to'pi besib o'ltirib qolgudek bo'lmadi. Qo'ngamda ishdan yo'q, etim marjon buvi degandek gap qilmislar to'la. Dada, ana, bo'ldi qilinglarchi. Qahning uyiga kirib jidal tirishdim, nima qilmaydi ekansizlar? Sen jim turg'ina va lamzalla. Hamma ishni terg'ansan. Urayim Postakning qizini olaman deganga to'yaman ha. Tepilmasdan xo'rmisdek choplishsan, jahonda ayol zoti tugab ketadigandak. Anglab qo'y, chapini tizdan ochmaydigan, qilgan ishi ilgir bosmaydigan kaksaltan o'g'ri. Eligo sana qizimni berishgan, qizimning xola joyiga chiqarib qo'yganlarimi ortiq ketadi senlarga. O'g'lingga-chu, eg'ilingdagi bo'zmidaning taqi tegsin. Dedi Urayim Postak, o'ylig'i chiqib bo'lgan Uşurlarning keyindan chiqib. Vay o'tib bag'ina. Qilni 40 yardigan, u yildan bu yilga yulduzini ish ko'maydigan qalandar. Tapqan dabbi dunyoning sen o'lgandan keyin gadini to'm o'g'irdan biriga nisb bo'lib tugaydi oxir. Ikkisining tillashlari bir-birining ovozini anglayolmaganga qadar to'xtab qolmadi. Atrat boshliqi Davud Turg'a Alyatqo mazgilda xotini manglashgandan uxlab qolganligini jazm qilgandan keyin asta yotqandan sug'urilib chiqdi. U o'z huquqiga ishinibmi yoki shahvatparastligini bosolmaymi, pat-pat kechalari o'g'ri mushukdek timsiqlab yurib, ba'ziyab qo'ydigan odatni yetildirib olgan edi. Bugunmi u yetib bo'lib, ba'zga ishtahosi tatib qilib, ko'ziga uyqu kelmadi. O'rnidan turib, o'ylig'i chiqdi. Kecha osmoni sutdek oydin edi. Suv bo'yiga yaqin joydagi paqalarning ko'rildishi kecha jimjitligini buzib turardi. Qaysidir tarafdan ishning g'o'lg'an ovozi anglanatdi. Cho'ng o'stan suyining shavqini jimjit kechini chak keltirib chaqiraydi. Davud Turg'a ko'cha ig'ziga chiqib, qayoqqa minishni bilmay turibli qoldi. Bugun kech uning ishlari beqaror edi. Hech qanday nishon yo'q edi. Qaraslar o'ljiga etilsa, ko'pincha hollarda natijasi chiqmay qoladi.
Lekin yanıla uning bu ishlariga nisbatan taktikasi ko'p edi. Erishmoqchi bo'lgan o'ljilarga shirin shikar so'zlar, goh tahdid aralash vositalarni qo'llanib keltirishga tirishadi. Davud Turg'unning mahalladagi bir qiz cho'konga ko'zi tushdimi? Bo'ldi. Uni qarmoqqa ilindirmay qo'ymaydi. U yanıla burunqi odati bo'yicha mahalladagi tul cho'kon Almaxon bo'zni u nishoni qilib belgiladi. Chunki u burunmi Almaxon bo'zning olmasiga necha qitim ig'iz tekkan edi. Lekin Almaxon bo'z bilan uyning orliqi xeyli yiroq edi. Jangal buloqda xotin kishi degan Almaxon bo'z bilan tugab ketamdi. Boshqalarning kegimi bir haqiqatim ig'iz tegib boqay. Tönögün keç matkirim şöpek yizi vazırga teragılı barman degandek qilgan. Avval şunun uyga berib bakmaymanmi? Matkirim şöpek bugun yizi vazırga ketgan bo'lsa, bazarda bir kech qolmasa uyga kelanmaydi. Demak, xotini uyda yolg'iz degan gap. Davud Turg'a o'z uydan orali 2 oylik ayirib turgan Matkirim Şöpekning uyining oldiga keldi. Yog'och agin ichidan taqalgan edi. U aginga mushtay desa, qulun qo'shlarning uyg'unib ketishidan qo'rqdi. Qarisig'ila aginning ustidan sakrab kiray desa, To'xtixonning ayvashi kelish kelmasligini bilmaydi. U ketmoqchi bo'lib, keyniga yondi-yu, lekin To'xtixonning qoshdeshidek suzuk chiroyi bilan qo'sh anardek havasini qo'zg'aydigan bir jup ko'ksi yodiga kelib, ketishga ko'ngli unimedi. Tevekkül. Ya sayramdan chiqani, ya qaynamdan. Avval bir kirib bakmayman. Davud Turg'a 2 sakrabla yog'och aginning ustiga yamashdi. O'yinning ichiga kirib, putining uchida dasab, uyning eshik tuviga keldi. Yuragi hozirlik epidan chiqib ketadigandak gupildab so'qmoqda edi. U uyning yog'och derisining ichiga qaradi-yu, ishidagi manzarni ko'rolmadi. Asta pam bilan eshikni kelib, eshikni chakdi. Ichidan hech qanday sado chiqmadi. Ikkinchi qatim bakrak chakdi. Yana sado yo'q. Uchinchi qatim mushtumini tugib, qattiqroq urgan edi. Ichidan Kim o? degan bir ayol kishining zaif ovozi anglandi. U shundala To'xtixonning uyida yolg'iz ekanligini bildi. To'xtixon, bu men. Ishni iching, dedi Davud Turg'a past ovozda shivirlab. Siz kim? Avval ishni ochmamsiz. Men Davud Sho'diyjon. Jinim Sho'diyjon. Hozir uyda erim yo'q. Har qanday gaplar bo'lsa, at kunduz kelibdi sizlar. Kunduz kelib deydigan gap bo'lsa, kunduz kelibdim men. Kechis kelib ishkingizni chekib yuradiganqa beshim ishib qolmadi mening. İçine ishni. dedi Davud Turg'a buyruq talaffuzida. Eshik asta g'ijirlig'icha ochildi. Sutdek oppoq aydonda To'xtixonning qoshdeshidek suzuk chiroyi ko'rindi. Nima gap Sho'diyjon? dedi To'xtixon eshikni qiya echib turib. Davud Turg'a darhol maqsadga o'tmasa, To'xtixonning eshikni yepilib, ichidan taqib olishini obdan bilatdi. U To'xtixonning eshikini tutib turgan o'ng qo'lini kappida tutib, uyning teshig'iga chiqardi. To'xtixonning qo'qib, yuragi qipidan chiqib ketayil deb qoldi. Og'zingizda chiqarmang to'moqchiqim. Qo'lim qo'shnilaringiz anglab qolsa, har ikkimizning yuziga sat bo'ladi. Shunga rahishlik bilan gapimni anglab. Davud Turg'a shundoq deginicha To'xtixonni quchoqlab bag'riga bosdi. Hamda kirpi tikindek tuk bosgan yuzlarini To'xtixonning mamuqdek yumshoq yuzlariga surkidi. To'xtixon uning maydasidan ishtirginicha zaif ovozda yelinatdi. Jinim Sho'diyjon, undaq qilmisizlar. Sizlar nari ko'gidek bo'lgan odam meni bo'lg'umisizlar. Erimning yuziga zo'mizo qor surkashga majbur qilmisizlar. Erimga xiyonat qilganimdan o'lganim yaxshi.
7-qism. Jigdigi to'ygan Davud To'rg'a. Çokan can jahli bilan tirkishib, Davud To'rg'aning quchqidan ajrab, uy tarafga yugurdi. Bag'an siri tallilishib, och bo'rida quturab ketgan Davud To'rg'a To'xtixonni kappida quchoqlab, dast ko'tarib, do'lusiga og'inicha uyning keyindagi samonliq tarafga epmangdi. Voyjon, ana! Davud To'rg'a vaqirmoqchi bo'lgan Çokanning og'zini tugining tapindek alqanlar bilan itib ulgurdi. Çokan uning do'lusida beliqdek piltinlab qoldi. Davud To'rg'a ig'ilning ishkini tepib echib, to'ridagi samonliqqa Çokanni tashlab, uning ustiga yepishdi. To'la oltimda yasalbilib qilmay, deganimga ko'ning xenimjon boq. Bo'lmaydigan bo'lsa, xotin ishkanlarga bu mahalda yaxshi kun yo'q. Eringizda 6 oylik omba qurilishiga belgilab bo'g'icha, o'shingizda tepib olsangiz bo'lamiki? Qani keling ha. Unda qilmislar shu deyjam. Navrlik bo'g'idek bo'lganda o'shlarni topsizlar. Meni istim bilan yashig'il qo'ysilar. Men vaqirab bo'g'ichi darhol samonliqdan chiqib ketsinlar. Dedi To'xtixon Davud To'rg'aning tumshuqini ishtirib turib. Vaqirab beqing'a qani. Vaqiraydigan bo'lsangiz, xalq olamning oldida yuzi to'kiladigan siz. Men degan akshi. Qancha qilsammo, men mush mahalining sho'diyjini. Meni hech kim takitib chiqamaydi. Lekin ikkimizning samonliq tutug'ini boshqalar ko'rib qolsa, matkirim yana sizni xotin qilishga ko'ngli ko'tarami? Endi sizning hech qanday tanlash yo'lingiz qolmadi. Bu gapni anglab Çokan lassida bo'shib qoldi. İşidan ko'tarilib chiqqan yig'i kalkuni bo'g'ziga kelganda yana kaplishib qoldi. Butun vujudida azobning g'alyonlari bosh ko'tardi. Çokan cho'nqur birini tinivatgandan keyin ko'zini ching yumib oldi. Yavuz bo'ri bo'lsa, o'z nafsini qondirishning ko'yda sapan tortgan o'kizdek asirmoqda edi. Davud To'rg'a barliq tayyorlikni bitkizib, qildek arliq qolganda kassiga sanjilgan bir narsaning og'riqiga chidamay, pichivatgan buqudek chiqirab ketdi. U orqasiga o'rilmoqchi bo'lganda, kallasiga tekkan qattiq zarbidan keyniga uchib tushdi. U vayjallab o'rnidan turishiga, jon yeriga yana heliqa qattiq narsa tegdi. Davud To'rg'a qip yalang'och beti samonliq ichida o'tqa tushgan qildek to'lg'unib ketdi. Ana, sen qandaqroq? U yalang'och bo'lib nima qilmoqchi? Davud To'rg'a beshini ko'tarib qargan edi. To'xtixonning 12 yoshlik o'g'li Abduqahorni ko'rib, numusdan o'lgudek bo'ldi. Abduqahor baya ishiktivida bir akishning ovozini anglab qolgan. Davud To'rg'a To'xtixonni ko'tarib, samonliqqa epmanganda, onasining vaqirgan ovozini anglab, chachrab o'rnidan turib, Davud To'rg'aning keyindan agishib chiqqan edi. U onasini Davud To'rg'aning bo'zaq qilayotganligini ko'rib, eshak bog'laydigan qo'zuqni olib, Davud To'rg'aning rasa adibini bergan edi. Davud To'rg'a og'riqqa chidab turib, kiyimlarining qishig'i yugurdi. To'xtixon ho'ngrab yig'lig'inicha echilib qolgan ko'ksini yo'gab, o'g'lini bag'riga bosdi. O'g'lim! Ana, bu Şovduyjanga o'xshab turamdi nima? Mayli bolam, buning bilan qarang bo'lmasin. Biz uyga kirib ketaylik.
To'xtixon Davud Turg'aga qarabmı qo'ymay, bolasini yetilab samonliqdan chiqib ketdi. Baya ichiga patmay, dapqa tushgan maydak sakirgan Davud Turg'a obdalli dakkisini yeb, ussiz qolgan o'tqashdek solishibli qoldi. U vayjonlig'icha ishtinning beg'ini etishgimi erinib, bir qo'lida ishton beg'ini tutib, yana bir qo'lida baya zarbigan chatirqini changallab, o'rdakdek ig'onglab minib, samonliqdan chiqib ketdi. U bugun bazmarlab kaginiga burni quloq qichi to'ydi. Jon yerining og'riqi qo'shilib, ko'zlaridan yosh chiqdi. Turupli u o'zining buningdan keyin qarg'a kammas bo'lib qolishidan ansirab qoldi. Voy jon. Kasofatning bolasi. Meni pichib etilgan baytal qilib qo'ymagan bo'lsani bo'ldi-ku. Xap seni. Ömür tariximda ko'rmagan ahonatlarni sendin ko'rdim ha? Xap. Ko'nlarning o'ynashmoq arbob salor harbob bilan deganni anglashmagan o'xshaysa, o qaqdalmala. Endi senlar yaxshi kun yo'q. Matkarim Sho'pakning amba qurilishidan kaginni men bir ko'ray. Shu chaqda yana hozirgidek ko'ran holtin qalamdikin qani. Men Davud Turg'ani sajaqlab qilishibsan. Davud Turg'a To'xtixonni xap qaltisiga solg'unicha zarbigan kassini puskaytib, og'riq dastidan madoridan ketgan o'g'loqdek g'ijinshib, titirginicha uyga keldi. U g'ingshmaydisimi, og'riq azobiga chidamaydi. U tivish chiqamaydisimi, chidag'usiz og'riq aram bermaydi. U uyga kirib, asta yotqan kirib yetishiga xotini manglashgan uning chatirqiga gachchida qippirini tepib, og'riqini min qildi. Davud Turg'a og'riq chidamay chiqrab puchulnib ketdi. O qeyri buzuq, kechsi uyda yatmay kimning to'nakini mariding? Manglashgan buzuq kanaydak g'arang-g'urung ovozi bilan erini sotlashga boshladi. Davud Turg'a gapnimi o'ngshab qilolmadi. Jon, xotin, men Manglashgan aldirabdinab o'rindan turib, takchidagi jinchiroqni yondirdi. Lag'aldab titrab yotgan Davud Turg'aning ustidagi yotganni o'ridi. Manglashgan yunmagan to'g'roqdek, so'q sandaldek, yegan ishgandek, bastili xotin bo'g'ashqa erining ustiga minib olib, yuz ko'zlariga paqildatib urishga boshladi. Qeyri o'g'ri, degina, nagi berib poq terib yeb kelding? Voy jon, jinim xotin. Men talog'i chiqib siyib chidim. Ustixonliq kelgan bu xotin ochiq kelganda ba'ayni tushga arisiga o'xshab qoladi. Ko'ksining biri yo'g'on chilgidek, bo'yinlari bo'qunikidek, bilaklari ba'ayni tan harakatchinikidek tom. Ballari quchoqqa yetmaydigan, yo'tullari peshayvonning to'rigini aslatadigan Didak Izora teatridagi Yanu Aryag'ili o'xshaydigan bu xotindan Davud Turg'a o'lgudek qo'qatdi. Qo'qatdi-yu, pat-pat basiyab turadigan qo'yni tashlamaydi. Mushundaq bazigili birib tutilib qolgan chaqlarda o'lgudek tayoq yesimi yanili uning burniga suv kirmaydi. Mana bugunmi uning bazigili bag'anligi oshkorlanib qoldi. Qirg'ani tuymaydigan dapiz o'g'ri. Senin köndürmegen hangirak uçurgalık kız yokanғы şalığını çeçip yürüydiğanlıqını meni bilmeydi dep qaldыңma? Manglashgan toshpaqidek tugilib yotgan Davud Turg'aning ishdan ko'sarlarini tatib saldırib etib, kassidagi qonni ko'rib cho'chib ketdi. Hey lamzalla, sen xotin kishidek odat ko'rib qaldingmi? Qo'ng'angdagi nemi qan avu? Davud Turg'a bu gapga nimami deyalisin? Xotin, men baya sigil chiqqan chig'imda ehtiyotsizlikdan jigdining Hoy köndürmegen boqdak haytaq o'g'ri. Kechsi uxlamay jigdi qaqilib olganmidan? Uydik jigdini qaqib ödisidan chiqanmay, sirt xaqning jigdisini qaqaman deb ko'tingni jigdining chuqatmig'iga ustirib ziydi qilib kepsan mana. Xo'p bo'pti. Obdan bo'pti, toza. Bugun kecha men seni jigdiga rosa to'yg'izmaydigan bo'lsam. Davud Turg'a vaqirab yalvuraydisimi ovozi chiqmadi. Uning qanchalik qiynalganligini bir o'zdan boshqa hech kim tasvirlab berolmaydi. Davud Turg'a ikkinchilab buzuqchilik qilmaslikqa qasam ichdi.
Arshidan Ayshugulga bergan va'dasiga amal qilib, Mehmet Baxshak bilan Rahmon tarishini ilib, Salikajning uyiga keldi. Chaqirilmagan mehmonlarni ko'rgan Salikaj rasmiyat uchun qo'lidagi to'qiyotgan kaptar ko'kini qo'yib, ular bilan qo'l elishib ko'rishdi. Qani. Yuqoriga to'ng'ab kam, yuqoriga. Yaqinda bu yon kamdidor bo'lib ketding aka. Nima ishlar bilan aldirab yuraysankin? So'ridi Pultay ko'z, yuzlari so'zinchoq kelgan Rahmon tarisha. Nima ish qilatdik, uka? Shu nopuzli yerimizni terib, o'lmasning arlig'ida jon saqlab yuryapmiz. Hammamizning hal kuni o'xshash bo'lib qoldi-ku hozir. Ish qilib, ma siqchonni o'g'riga bermay yashab kelyapmiz-ku, ukalar. Men mundaq o'ylayotgan aka. Bu yerda nopuzliq yagili qarab o'ltirmay, ancha-muncha qo'shimcha tapovat qilsa bo'ladi. Qandoq deysan, uka? Mushu mahaldagi 3-4imiz birlashib yezi bozorga kirib, mal ep satsak qandoq bo'ladi? Mencha hozirgi sharoitimizda xeyli o'zgarish bo'larmikin deyman. Voy ukam, u tarafni men o'ylagan. Lekin shu yanchiqning astri ko'rinib tursa, qaysi pul qilamiz ovqatni? Aka, tirik jon degandan 3-400 qo'y pul chiqib qoldi-da. 1000 qo'y pul bo'lsa xeyli obdan neni tep yigili bo'ladigan ovqat o mal bediga degan. Arshidanning ularning parangi bilan qari bo'lmay, pat-pat talog'i bo'yindab qarab qo'yatdi. Ayshugulni o'yli taraflarda ko'rib qolsa, sirtqa chiqishga tayyor turadi. Lekin qirishqandek Ayshugul tala tuzi ko'rinmaydi. Qarisig'ila hojati qistab ketganini bahona qilib, talog'i chiqay desa, Ayshugul bilan ko'rishamasligidan ansiraydi. Ularning oldida onasi Hilimaxon do'stxon silib choy qo'ydi. Arshidanning taqti taq bo'lib ketyotdi. Bir soat o'ltirsa, bu uydanmi ketidi. Ular kelganimi yarim soatdan oshdi. Ayshugul yanada ko'rinmadi. Shunga aka, oldin keyniga qarab turmay, bir ish qilsa bo'ladi. Oy xotin, Ayshugulga dangla. O'g'ziga chiqib, kaptarxonning ishini yipvasin. Bayman kaptaga dam berib etishni unutib qoptimi? Bo'langlar. Ayshugul baya qo'shnimizning qizi Gulayim bilan go'mon o'ltirib kiray deb chiqib ketgan edi. Hech kirmaydi o'ta. Menga chaqira. Kashoqani nima qildi haqning uyda? Qarama qizning beparvoligini. Bugun kech keladiganimdan xabar bo'tirib, yana qo'shnilarning uyiga jo'nagani nimasi? Ko'ngilda xaltga bor qiz bolagan. Ayol o'tmay Ayshugulning ovozi o'ylida anglandi. Arshidan talog'i yugurdi. Men hojatga chiqib kiray. U uyning keyniga chiqib, Ayshugulning kelishini taqozolik bilan kutdi. Egilning keyniga bog'langan siriq ish to'xtamay avshitdi. Julolanib turgan osmondagi o'rg'oqay uningga ko'z qisatdi. Arshidan ishdan yiroqroq turay desa, Egildan yiroqlashib uchuqchilikqa chiqib qoladi. Egilning keyniga o'tib turay desa, zanjirni uzgidek bo'lib avshiyotgan siriq ishdan qo'rqdi. Birozdan keyin o'ylidan Egil tarafga mangan oyoq tivishi anglandi. Arshidan buni Ayshugulmikin deb o'ylab, yuragi shodlik ichida tipichakladi. Umo ishqimi parvo qilmay, Egilning keyin tarafiga o'tib turdi. Kagini dal Ayshugul edi. Oxiri chiqdi. Sen bilan ko'rishamay qolamanmikin deb bakla ansirdim. Dedi Arshidan Ayshugulning paxtadek yumshoq qo'llarini haroratlik olqonlarining orasiga elib turib. Men seni kelmamdikin deb qo'shnimning uyiga kirib ketib qoptiman emasmi? Qorong'u bo'g'achqa chiroyingni aniq ko'ramadim. Ajabmi seg'indirding jinim meni. Ikkisi bir jon, bir tan bo'lib, xili uzoq turdi. Bir-birining issiq tiniqlari yuzlariga urildi. Bo'ldi endi Arshidan. Men uyga kirib ketay. Yili dadam ko'rib qolsa, choshqon to'shiga saroy bo'lmasa yana. Birdan turg'ina jinim qishimda. Sana teq qonmadim men. Arshidan shundoq deb Ayshugulning qizil gulning bargini chaplab qo'ygandek qip-qizil lavlariga muhr bosdi. Ayshugul o'tliq so'yga qaynamada simabdak iribli ketdi. Butun vujudi
illiq bir sezim ostida masxush bo'ldi. Nozik badani shamol tekkan bayroqdek titradi. Yigitning omburdek chinqisishlaridan lazzatlanib, uning bo'yniga charilandek yepishdi. Har ikkisi bu tatliq tuyg'uning uzunroq davomlashishiga tashna bo'lib, ishiq gulxonlarga asir bo'layotganda, keyin tarafdan kelgan bir gavdining o'h deyishidan cho'chib ketishdi. Qani davomlashtiringlar. Kaptanning boshqasiga buncha uzun dambaginni tunji qitim ko'rishim mening. Danni boshqingizga chaynab yegizmay yotamsiz o'g'lim. Jangal Bulaq 8-qism. Niti Amanning qazini tuyushuk. Ayşugul nomusun o'lgudek bo'lib, qorong'i bo'lsa-mu, alqonlari bilan yuzini to'sib olib, dadasidan aylanib o'tib ketmoqchi bo'lganda, dadasi uning bilakdek uzun chochlaridan tatqinicha keyniga yondirdi. Nega mandingiz qizim? Ajab bayatdan sizin tiniqlimi qo'ymay og'zingizga dan selayotganda qachay demaytdingiz ya, tiniq ketishmay o'lib qolaman deb. Qaşmang qizim, qaşmang. Tek a kaptar boshqasiga dan berib bo'lmadi texi. Shundami ya o'g'lim? Arshidan nim deyishini bilinmay yerga qarab turdi. Ajab baland bola bo'psiz arshidinsizmi? Xarachilik hunarini pishiq unutli qilmay, boshqa g'idanni o'z og'zingiz bilan chaynab yegizishga pishib ketibsiz emasmi? Ha? Xapimizlar aka. Ikkimiz nadonlik qilib qo'yibdimiz. Bundan keyin diqqat qilib oldi. Arshidning gapi tugmay turibla, Salikaj uning tumshug'idan qamallab turib, kayniga ishtirvatdi. Arshidin o'zini kontrol qilolmay, ig'ilning temiga usib, yerga yiqildi. O'rnidan turib bo'g'icha Salikaj etilib kelib, uni 5-6ni dasvatdi. Ey! Gap setib sha oldigan maddoqning kuchiga. Tek izot atmay, qizimni bulunqishqoqlarga opirib, ani tapqidek bo'ldingmi sen? Yotqanning teshida xalajaning qishi tapqan kisprosh. Dadang degan voiz nachillardan beri meni bo'zaq qilgan yetmagandek. Endi kuchiga davatma, ha? Mana sana. Ha, mana qizimni ag'risha. Mana. Salikaj Arshidinning yelnib yalvurishlariga pisat qilmay uruvadi. O'z so'ygunning tayoq to'qmoqlar ostida chaylanayotganligini ko'rgan Ayshigulning yuragi chul-chul bo'ldi. Ko'zlaridan yosh o'rniga qon oqdi. Dadasining oyoqiga yiqilib yalvurdi. Jinim dada, endi uni urmang, sizdan o'tmay dada. Erasva, qancha asrab ketgan bo'lsangmi, to'yingni qilgucha chidsangmasmidi? Ha? Matsavur gachining o'g'lidan boshqa birisi alay demasa, uyimning o'g'isiga bo'yi yetib qolgan qizim bor deb bayroq chiqarib bo'lsa-mu, udul kelgan birisiga to'yliqni oldirmay berib o'tadimi seni? Qiz bolaning aytakkisi kelsa sarang bo'lsa-mu vayda, qalandar kelsa-mu vayda degini bekor emaskan, ha? Esit, seni esit. Salikajning diqqati Ayshigulga yuzlangan fursatdan foydalanib, Arshidan o'rnidan turib, badar tikvatmoqchi bo'lganda, Sali buni sizib qilib, keynidan qo'g'lab berib, Arshidinning gadiniga kelishtirib bir pashva otdi. Arshidan yerga tikmollaq etib tushdi.
Angacha varang-churangni anglagan Mehmet Baxshak bilan Rahmon Tarsha yugurib chiqib, Salikajni tutib oldi. Ha, bo'ldi. O'zingni besib ol. Bo'ldi, xapinma. Ishingni qilishava qo'ng'altoqlar. Ay, Salika bo'ldi qil. O'zing tutib ol bo'lamdi. O'zing tutib ol. Qaysing ma vazlakka, shouka chiqib kelgan ma bo'yga. Bu eshikda aqli bo'linib ketgan qo'ng'altoq qo'ylar. Salikajning sesqtil haqoratlarini anglagan ikkisi yeli chiqib ketgan to'pdak lassida bo'shishib ketdi. Arshidning ishiga yana arlasa, bekardan bekar qurusoq ko'pik tatib oldiganligini bilib qaytib ketishdi. Ular ketgandan keyin Arshidin o'ziga tayanmasa bo'lmaydiganligini his qilib, quyruqini hadi qilib qochdi. Salikaj Arshidindan chiqirib bulanmagan ochiqini uydagi Ayshugul bilan xotini Chinarxondan oldi. Baya Ayshugulning Arshidinga chapay yapqanligiga har kelgan Salikaj qizini qo'g'lab, o'yli ichida fiqirtishga boshladi. İşplas! Qancha bo'lanmay qolgan bo'lsangmi? Gadini tum o'g'irdim biroz seni so'rab bosog'iga atlab bo'g'incha, uchirg'anli bir chigil ampondek lig'irlab yursam. Hey, men ma yuzimni nega qo'yman, ha? Nega qo'yman? To'xta! İşplas! Qo'liga yo'g'on qo'ldini elib olgan, talvilashgan Salikaj o'ylining darvozasini ichidan etib olib, kichikkina ho'yli ichida Ayshugulni tugman teshidek piqratmoqda edi. Dadisi tutib olsa, o'zini g'oldi bilan urib, chala o'liq qilayotganligiga ko'zi yetgan Ayshugul hasrab o'mildigini chiqashqach, dadisiga ha deb yalviratdi. Canım dada, men ezibdiman. Meni mush bir qatim kechirib etding dada. Bundan keyin undaq qilmayman dada. Kapıldım aya deyüz. Jumavasiz qazını. Agar men ko'rib qolmagan bo'lsam, shu hazlak bilan, ha? Suyuni chiqib, qonun qushimdan birini tugib bo'lading, ha sen. To'xta deyman, hey rasvo, to'xta. Eli bekatizimning ostini chiqib, naka qilib, ishqini tashlab bergandek, non tashlab berib boqaman seni. To'xta deyman. Qinib atayaq. Anam. Ayshugul qechib bo'lolmay, o'pkisi og'ziga tiqilib, qadamlari oslab qoldi. Salikaj uningga yetishib olg'achqa, qo'lidagi g'olda uning do'lisiga chala puchuq tegdi. Ayshugul og'riq chidamay chiqirib etdi. Yana bir qatim urilgan g'olda Ayshugulning paqalchiqiga tegdi. Ayshugul nollik chiqirganicha yerda o'ltirib qoldi. Salikaj og'zini buzib tillig'inicha Ayshugulning dumbisiga g'oldi bilan 5-6ni urib etdi. Bag'ri tashdaq ketib ketgan insonga yalvursimi, kar qilmaydiganligini bilib yetgan Ayshugul tishini tishlab yerda dum yetib oldi. Ayshugulning mingisiga chiqqan og'riq uni vaqra degan bo'lsa-mu, uning vaqirg'idek holi qanmagan edi. Sizlardan xush bo'lib ketay jenim dadisi. Endi ursuli qizimning beshiga chiqdilar. Qizining tayiqiga chidamagan bechora ona Salikajning qo'lidagi g'oldiga esildi. Vay, neri tavakkeli? Neri? Chaqni buzgan tanisi, qizni buzgan anisi deb qizim rasvan yo'lun chiqargan sen aslisan. Asli uning tarbiyani yaxshi qilgan bo'lsang, uyning kayinda nadik qo'ng'altoqlar bilan ig'iz yalishib bermasdi u. Mana sana. Salikaj shundoq deb Elimxonning beshiga g'oldi bilan birini soldi. Elimxonning beshiga g'oldi tegishi bilan vassida qilgan ovoz anglandi. Chochlarining orasidan chiqqan qon peshonasidan eqib tushdi. Elimxon bulog'imi parvo qilmay, kujisini soning hujumidan qo'g'dayotgan mikyondek qo'llarini kerib, qizini himoya qiladi. Lekin qizini Arshidin bilan buzuqchilik qilishga uringan deb tushungan Salikaj ona bola ikkisini chaynab purkvassimi dardi chiqadigandek emas edi. Qo'lidagi g'oldiga esilgan Elimxonni bir chetga ittirib etib, yana Ayshugulni urishga tamshalgan edi. Elimxon qizini ostiga besib olib yetib oldi. Qen ura to'qining poqa aptal. Ikkimizni o'ltirib yesang dardim chiqadigan ish bo'lsa, quningdan kelsa yo'q chayna.
Neçe vaqtdan buyon sening azarlaringga chidab, dardimni ichimga yutib keldim. Chochlarimni supurga, qo'llarimni ko'say qilib xizmatingni qildim. Sen iflos shunchalik qilsammi, meningdan rozi bo'lmay yetkich xo'rlab kelding. Mana endi qizim bo'yiga yetgan edi. O'mi sening tayoq to'qmoqlaringga mahkum bo'lyotdi. Qo'yning qo'sidek yuvash, itoatchan xotinning og'zidan to'satdili pilimotning o'qidek til ahonatlarning chiqishi bu aqldan adashgan talvining texmi judunni o'riltibatdi. Shum ig'iz maraz. Menga gap yandiratamsan texe? To'ya mana gap yandirganga. Maka, to'ya mana. Yana yandira. Hammani qilsin. Mana. Sen bilan qizim o'xshash. Mana. Salika shundoq deb Oyshugulni ostiga besib olgan Hilimxonni rasa savudashga boshladi. Hilimxonning nola faryodi jimjit kechini chak keltiribdi. To'ya mana gap yandirganga. Maka. To'ya mana. Yana yandira. Hammani qilsin. Mana. Ma'ushimdan bizni urib o'tirmaydigan bo'ldi. Qutqizinglar. Xulun qo'shnilar vaqirgan ovozni anglab Salikajning uyi tarafga yugurishdi. Yolg'on shahida vadak chiqarib, tam qo'pirilgandan keyin samonlayda qo'pol suvalgan, to'xu katkidek kichikkina islashgan uyda uchmas, ko'nrab, gul nusxalari uprab ketgan yirtiq kigizning ustida chaqmoq gullik rangi o'chgan dasturxonni cho'rdab o'ltiradi. Islashib ketgan mo'r o'choqning yendigi takchiga ishak karusining ballonlarini yamashga ishiltadigan rezinga yilining qutisidan yasalgan jinchiroq uy ichini g'uva yuritib turadi. Chaqmoq gullik dasturxon ustida 3 sag'ra, bir tilim tavus, bir botulka oq aroq, romka o'rinda ishlatgan velosipedning qo'ng'irqini tizib qo'yib, ichishvozlikni boshlab ketishdi. Xo'sh, aziz anglovchilar, undaqda biz bu so'rin ahli bilan bir qo'r tunishib chiqayli. Yeshi 40 ulashmay turib, chochlari tamom oqirib ketgan. Peshonasining so'l tarafida obdalla tatuqa bor. Chiroyi bo'lsa qap-qora kelgan bu odamning ismi Matqosim Yo'rg'a. Matqosim Yo'rg'a aroq ko'tarmaganlikdanmi yoki boshqa sabab bormi? Qolgan ikkilarning parang'i jo'rbog'isi kelmay, beshini tuvan sog'inicha o'ltiradi. Yana biri bo'lsa, sizlarga tunish bo'lgan, yozmamizning birinchi bobidla ishak arvusiga tuz besib kelganlarning biri bo'lgan Soyim Shaluk edi. Soyim Shalukning ozroqni mas bo'lib qolsa, sho'lgaylarni eqitib tinmay so'zlaydigan odati bor. Mana bugunmi u sho'lgaylarni eqitib, tog'dan, bog'dan so'zlab o'ltiradi. Yana biri bo'lsa, bizga notunish emas. U dal Soyim Shaluk bilan birga tuzchilik qildigan Imin Shangyo. U to'xtamay so'zlayotgan Soyim Shalukning gaplariga quloq solmay, Matqosim Yo'rg'ini mas qilib etib, razil niyatini amalga oshirishning ko'yida. Adashoy, ishdan tushgan saymandek beshonalni sangiltib o'ltirmay, ma aroqni ichinglar. Ay, zo'rlamanglar akamda. Uning kayfi to'shgan bo'lsa, ish buzuncha bo'ldi. Aroqqa zo'r yo'q, qeri xotinga dora deydi. Fukamoy, ma qo'lamdiki aroq emas, hurmat sharobi ma u. Hurmat sharobi deganni biz eng yaqin biladigan, biznimi ko'zga iladigan jonjigar og'inligi tutadigan nim bu. Senda kichik valla bilmaydi buni. Men ishmay aka. Beshim og'rib turdi. Endi ism yontirib o'taman. Ha, ichcha, ukam, ichcha. Qumga suv singandek singiblik edi-da. Ko'ngilni qaytirib o'tgandan ichib yondirib o'tgan yaxshi. Ha, ichcha, ukam, ichcha.
Imin Shangyo velosipedning qo'ng'irog'idagi aroqni Matqosim Yo'rg'aga zo'rlab degidek ichkizdi. Matqosim Yo'rg'a zahardan ochiq suyuqlikni ichgandan keyin ish a'zoyiga o't kirgandek bo'lib, chiroyini purishtirdi. U o'zini sezmagan holda bir necha qitim silkidibmi ketdi. Habballe. O'g'avali akak. Aroq deganni moshundoq ko'tirgulik. Mana ma'nimi ichib atamdi. Ala. Aka, endi zo'rlama deyman. Men rostla ichamayman. Matqosim Yo'rg'uni zo'r-muzur buzaq qilayotganligini ko'rgan Soyim Shalukning chidab turolmay savr qochisi to'ldi. Ey, sen soqiylikni qanday qilyapsan? Navbatning kim kelganligini bilanmagidek darajada mas'ul ketmagansa? O'z ishini buzishga uringan Soyim Shalukqa Imin Shangyo yavatgidek bo'lib qaragandan keyin dedi. Fukamoy, kichik bola degan, ma cho'nglarning ishiga aralashmaydigan. Matqosim ukam bilan ko'nglim yaqin mening. Bayiqi hurmati, ma'va navti. Qani, qo'da. Meni bilmaydi o dema aka. Jinning qasdining shaptolda ekanligini kim bilmaydi? Ey, qaraganda bugun men bilan deyishgan o'xshamamda. Ma bugun olqinimni kang ichib, seni mehmon qilayotsam, nimandaq ushaq keping tugamaydi sening. Ey, saqal taqi, to'la eshakning taqidek oldiga chiqib olmay, jim o'ltira, gap qilmasam nimandaq? Mo gapni ko'ring. Ey, ikki tal zag'ir bilan 3 tilim shapaqni akab qo'yib, olqinimni kang ochdim deb atamsa? Ey, senmi bizning uyga borgandiva-ku, ko'zimni yumib turib, epidikasi bir paqlan. Hech bo'lmasa, bir mekan bo'lsa-mu so'yib mehmon qil o'g'avali jubaman. To'lim mushukda qilganlarimga ko'zingni yumib uka. Menmo bachaqda sendan hech nimamni aymagan. Hozirgi qo'lim uzi ko'p qilib, mushunda g'o'rgilroq o'ltirib qoldiq. Men so'yib akelay desam, ig'ilimda eshakli qoldi hozir. Uni o'ltasam, go'shini yemaysa aqchan. To'lim qilganlaringga minnat qilmajima? Ishingni o'zing suyib ya aka. Sana minnat qildim emas. Soqiylikni qilsang, lilla qil demakchiman dak. Imin Shangyo Soyim Shalukning gaplariga quloq solmay, velosipedning qo'ng'irog'iga qo'yilgan aroqni Matqosim Yo'rg'aga ishkizib bo'lib, ondan bo'ldi qildi. Matqosim Yo'rg'a aroqni ichib bo'libla güppida yiqildi. Imin Shangyo ishlarining o'zi kutgandek o'ngishli bo'g'inni ko'rib, miyiqida kulib qo'ydi. Uning ichidagini Soyim Shalukmi bilib ulgurdi. Mana endi bugun kecha Avzigil sana o'ng chiqaldigan bo'ldi. Sen moshini ko'zlab Matqosimni mas qilyapting-ku deyman-a? Nima deyapsan? Mana Imin Shangyo tinib olmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bir necha kunning oldida tuzdan kelayotgan chaqda Avzigil bilan bo'lgan ishni Soyim Shalukka deb sog'anligi esi kelib, darrov saxtalik bilan yejib turib oldi. Uka, to'la gap qilmag'ina. Men mundaqli chaqchaq bo'lsin deb og'zimning uchidil deb qo'ygan gaplarni ras deb o'ylab qolmag'ina. Matqosim bilan og'ini turib, unda xumslardan emasmi? To'g'ri deysan. Sen vaqo xumslardan emas. Lekin xumsdan mu kam emas. Imin Shangyo saqni tozisi kulgusi kela, tozni tozisi o'lgusi kela degandek o'z maxfiyatligini bilib olgan Soyim Shalukka hurpaydi. 9-qism. Ey, kimni xumsi deyapsan? Yili baka suvaningga ma aroqning botilkasini tiqib bitamajima, ko't qo'y. Imin Shangyo aroq botilkasini Soyim Shalukka tanlab qo'ydi. Aka deb qo'ysam nimanga nochilik qilsa? Hech qachon Matqosim Yo'rg'ini so'ringa taklif qilmaydigan odam bugun taklif qilishingda bir gap bor. Sen kaksaltan o'g'rining o'tib ketgan shabaq ekanligini kim bilmaydi? Sana shuni deb qo'yay. To'la menga hurt-bir qilmay tur. Bo'lmaydigan bo'lsa chavangni chit qo'yayman. Qo'lingdan kasi yog' chayna qo'ngaltaq. Ikkisi bir hoza tillashgandan keyin yaqi siqishga tushib ketdi. Ikkisi pomdoqlashib,
uyning ichimi kichik gap qoldi. Matqosim yo'rg'i bo'lsa, bu ikkisining jidallashganligidan bexabar, uyquning halakchiligida xo'rakka tushib ketgan edi. Ikkisi "Sendan men qolamanmi?" degandek, dopqi tushgan mayoqdek bir hazo sakrishib to'xtab qoldi. Sayim Shalukning Imin Shanyuda qiri bo'ytoqning adabini bilishga kuchi yetmasimi, past qo'yga tushib qoldi. Imin Shanyuning o'z uyida turib, yana uy egisini ursa, keyincha o'ziga yenib qilishidan qo'rqdi. Hepsini miyani o'g'ri. Bugun o'z uyingda bo'p qaptiman. Bo'lmaydigan bo'lsa, tug'ilg'iningga dardariyat tegizib yetdim. Sayim Shaluk shundoq tishlarini bilginicha Imin Shangyuning uyidan chiqib ketdi. Imin Shangyu masjidda uxlab qolgan Matqosim yo'rg'ini ming jafoda uyg'otib, uni yo'lab uyiga opirish uchun epmangdi. Matqosim yo'rg'a kayibchilikda Imin Shangyu qo'ltiqidan yulab tursimi, hamdila oyga chiqqan kichik boladak taytinlab mang'atdi. Xap o'g'ri. Matqosimni masqib qo'yib, xotinining peyida mang'iningni tanimay turib olasan-ku? Qarab tur. Bugun sening ko'kolangdan tutib, xalqqa olamolda toza bir rasvo qilmaydigan bo'lsam. Sayim Shaluk xufiyona holda Matqosim yo'rg'ini yo'lab ketayotgan Imin Shangyuning keyniga tushdi. Imin Shangyu keyniga payloqcha tushgandan bexabar holda nihoyat tasda uni yo'lab uyiga ep keldi. Al-yotqu mazgili bo'g'achqa mahalla ichi sukutga cho'milgan edi. Imin Shangyu Matqosimning darvozasini chekdi. Darvoza 3 qatim chekilgandan keyin uyning chirig'i yurib, uyquchilikda ko'zlarini ulg'inicha o'ylida Havzugul paydo bo'ldi. Kim o? Dedi Havzugul darvozaning oldiga kelib. Men Matqosimni ep keldim. Dedi Imin Shangyu darvozaning sirtida turib. Havzugul darvozani sharaxshtib ochdi. O Imin Shangyu yo'lab turgan erini ko'rib, sholisini chashdi. Voy lamzalligacha, qaraq ko'taramagan nimenga nochilik qilib nima ketdi sanga? Bo'lishing shu mana. Tik turammaysan, pili sunib ketgan baytaldek. Har kun ichib ishdan chiqarib bermi shundoq? Voy bo'ldi qila, o'zigul. Men mazmonti eringni uyga akirib yotqizib qo'yla, jiqqa qamay. Uyimdan tortib ko'taganchilik qilib akilib, tutqolimda faqat jon qolmadi deyman. Yo'la. Ikkisi Matqosim yo'rg'ini yo'lab o'ylig'i ep kirdi. Hey, nega opirsiz? Ishik bu yoqda. Dedi Havzugul Imin Shangyuning erini o'yilning burjigidagi karvat tarafga ep manganligini ko'rib. Bu birdan mush karvati yetib tursin. Sening bag'ringga obdan bir qiynab olgandan keyin andin uyga akirib qo'yay, ha? Bu ashkis. Endi texshik kun bo'ldi. Ey, elimi 2 kun 2 yildak bilinib ketdi jinim. Men cho'l jazirda 2 kun ussiz qolgan odamdek sana shunchalik tashna olib ketdim deyman. Buguncho men lavlaringdan tamgan shirin sharbatlaringga bir qondirg'ina sadagan ketay. Voy qilin o'g'ri. Qo'ltig'ingdagi jonsiz haykal emas. Bütün sürük adam. Yili tuyup qalsa? Ey, nada tuyup qoladi? O'shni bilmay turdigu yumshoq vash. Imin Shangyu mang'anmay daldanshib qolgan Matqosim yo'rg'ini o'ldagi karvatga yotqizib qo'ydi. Matqosim 1 minutga qolmayla xo'rakka tushib ketdi. Imin Shangyu fursatni g'animat bilib, erining beshini o'ngshab yotqizayotgan Havzugulni dast ko'targunicha uyning ichiga epmangdi. Havzugul Imin Shangyuning badanidan urilgan ochiq tar arlash arlik puroqdan ayollik hislari uyg'onib tursimi, past ovozda shivirladi. Voy, yüz qilin o'g'ri meni qo'yib eting. Yili erim tuyib qolsa ishkimizni saq qo'ymaydi. Imin Shangyu uning gaplariga quloq solmay, Havzugulni supig'i silingan o'ringa yotqizib, sozning padillarini tangshashga kirishdi. Voy jahon, ma o'g'rining qaramliqini erimni talog'i yotqizib qo'yib, hech yiqmasdan asta. Imin Shangyu sozning padillarini joyida tangshab bo'lgandan keyin zahmak urib sayrivatdi. Imin Shangyu sozni ustuliq bilan chilib, mo'ngluq kuylariga sayirtayotganda, uyning keyinda bir qora ko'langa o'g'irliqcha soz anglayotdi. O'ziningmi soz chog'usi kelib, g'ort qilib,
sho'lgaylarni yutib qo'ydi. Shu topda üzülüp berib, ikkisini rasvo qilib, o'yildagi karvatda yotgan Matqosim yo'rg'ini uyg'otib, Imin Shangyuni rasa tayoqqa qo'yib, boyiqi o'chini elishnimi o'yladi-yu. Bunda qilsa, o'ziga hech qanday foydasi yo'qligini bilib, bu niyatidan yondi. To'xta. Musha qeri o'g'ri jinida aqlaqning ma'digidek bo'g'moq cho'kan bilan ishpash tortishib yursa, men nimishqa o'qishni qilamayman. To'g'ri. Mushu kavakdan foydalanib, Azgulning ko'ngilchiga bir qaytim bo'lsa-mi? Daxilib baqay. Sayim Shaluk to'xtamay eqiyotgan shaldomillarni yig'ishtirib, tivish chiqamay, bu deriza tuvidan ketib qoldi. Xo'sh, aziz anglovchilar, oqshomqi so'rindagi Salikajning uyida bo'lgan jidallardan to'liq xabar topgan mahalliy komitetining amonlik saqlash mudiri Salikajni chaqirdi. Tomlarga har xil shuarlar chaplangan qo'shqanotliq yo'g'on darvozaliq mahalliy komitetining ichiga Salikaj jangda nusrat qozongan g'olib sarkardidek ikki qo'lini keniga tutgan holatda kirib keldi. Kat komitetining hovlisidagi talbarangning ostidagi karvatda Davud To'rg'a bilan Kasır Güleysem paranglashib o'ltiradi. Salikajning kelganidan xabar topgan amonlik qo'g'dash mudiri Matniyaz ishxonasidan chiqib, mag'rur holda turgan Salikajga qarab jahli qoqdi. Aka, Max Spurshni qanday qilamiz? Men ishxonaga chaqirib bir narsa day desam, buniga qattiq yaxshi gap qilib kelmaydi. Eng yaxshisi o'zingiz tarbiya qiling buningga. Dedi Matniyaz Davud To'rg'aga qarab. Davud To'rg'a xiyoliga hech kirib chiqmagandek turgan Salikajga qarab vaqirdi. Ey, gadankash pasanda. Xotinim bilan qizingni nemish qilding? Ursam o'zimning shaxsiy mulk bo'lgan xotinimni, ikki tizimni og'ritib topgan qizimni urdim. Birasdan temin tashmidim men. Ya erni o'stan qurilishiga haydab o'tib, xotinim bilan aro chaqini kalingini olmadim men. Nimaga so'roqlayli shu deyjam meni? Davud To'rg'a erini hasharga haydab o'tib, xotini bilan chaqning kalingini olmadim degan gapni anglab, o'pkida qizirib ketdi. Salikaj bu gaplarni Davud To'rg'aga doritemilab degan edi. Ey, to'qining po'qi eshiq. Xotiningni ursangmi urdigan yerini tepib bo'lmamsa. Udilkaga yerga urdigan eg'ilingdiki yig'ir eshak emas u. Bak urdigan yerini topamagan bo'lsang, biroz berib ko'sib qo'ysinmi yo? Ya bayroq chiqarib beramdoq urdigan yerga. To'li gap qilmaslar shu deyjam. Urdigan yerini topamagan bo'lsam-chu, sho'loq dada bo'lmaytimmi? Endi men ursam, o'zimning qizil qog'oz elib, al-mahalla oldida cho'ng to'y qilib, qonunliq olgan xotinimni urdim. Sizninkini o'magandikin, ishlarini qislar berib. Mening oila ishlarimga aralashadigan haqqina bu. Tassim. Kattama. Shimba qildigan. To'xta. Nega borsin aga, ha? Kent tashkili qo'g'illiqning yo'li emas. Bag'on kelganda berib, katkun kelganda ketadigan. Sening qizing bilan xotiningni urishing oila zo'ravonlikka uchirdi. Sen ma xatoligingni bo'ynin qilib, tekshirishnoma yozamsa ya, biz o'zimiz bilib chora ko'ramdik sana. Qandoq chora ko'ratding menga?
ulanıma hiçbir sebepsiz urgunum yok. Kızım öyünün kayında, o haqның oğlu bilan eğiz burun yalışıp yürse, ben hay demey topup ketmanglar dep, astık payanda sep berip, o kızımni danıltıp atkan oğurның mu kaynik ötüp kassını iştirip bersen bolattı mı Şadoycan? Amdi şu, bu balı degen bazı saat kütken yerden çıkmasa, anca mıcı urup saldı ekanmiz şu. Nanını berip çoğun kıl, tayak berip 10 kıl dep dike konla. Amdi öz balağını urup sä dep günah assanla, Şadoycan, akılgı sığan da şu, ha? Mundaq gap aka. Dedi kent kasırı Güleysem. Siz balam bilan xotun meningki, ursammo, tilasammo o'zimning ishi deganingiz bilan vaqt kelganda hukumat buningga yo'l qo'ymaydi. Xotun balalaringizni boshqursangiz bo'ladi, lekin urib xo'rlash qonunga xilof. Davlatimizda har qanday fuqaroning huquq manfaati qo'g'diladi. Sizni xotiningiz ursimi, oila zo'ravonligiga kiradi. Siz ursangizmi ham shundoq. Vay, bo'ldi qilinglar. Sizlarning kitobi bilan tushunmayman. Xotin bolalarni ursa, qonun qilib ish bo'lgan bo'lsa, jangal buloqdagi hamma odam jinoyatchilik etmamda bu yerda. Ey, latığılab o'g'ri. To'li og'zimni g'erislab saqilimni tarimi juma. Xotinini ursam shunda qattiq uramsa deyman. Belakda cho'ngliqdagi g'oldi bilan urib, tas qapsini o'ltirib qo'yg'ila. Mushunda qilsang aralashmay tura olamdik biz. Men ba'g'o, xotinning tartik qachtitigan saymoqni emas qarsa Şadoycan. Xotin deganni ba'g'o, ancha-muncha urib adablab turmasa, ma gadangi meni bilib, dasmoyisini atadigan ish qildi. Bu gapni anglab Davud Turg'a gadangicha qizirib ketdi. Karvat ustida o'tirgan Güleysam qaqoqlab kulib, ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Davud Turg'ning xotini manglashgan, osh kuni oqsham qishlarni mahalladagi g'ayvatchi xotinlarga iqitmay temitmay hammani dabbagan bo'g'achqa, bu ish hamma odamning og'zida so'z cho'chak bo'lib taqalgan edi. Albatta, bu gaplarni xotinning og'zidan Salikajmi anglab bo'lgan. Shunga Davud Turg'ini bu gapda xili obdalli chiqib olgan edi. Shu topda Davud Turg'a eshakdan tushgandek bo'lib ketdi. Shundaqdimi u bu gaplarning tigiga yetmagan bo'lib elib, Salikajga vaqirdi. Ey kajishak, men sening laplaringni anglag'ili chaqatmadim yaga. Xotin ballalarini urib, oila zo'ravonlik qilganliging uchun tarbiya qilg'ili chaqatdim. Men qayla? Gapimizni anglasang, angla. Anglamasang, seni yezliq saqchixonaga topshirib beramiz. O chaqda suv tushgan mushukda ko'lab qolmaganini men bir ko'ray. Bu gapni anglagan Salikaj sal cho'chib qoldi. U bultur mahalladagi Imin To'xta Asalchi bilan suv talishib urushib qilib, bir kecha kunduz saqchixonaga kirib, xili obdalli tarlab chiqqan. Shunga u darhalla chiroyiga kulki yugurtdi. Şadoycan, ayva. Hamda şu insonchilikda bir uydagi chiniqashlarning taraqtirib bo'lib ketishidan saqlan qilinmaydigan deslar. Bunchalik ishlar uchun meni saqchiq tutib berib yursulamo qamlashmas. Men shu bundan keyin ularni urmasamla bo'lmadimi? Ma gaping xeli joyida. Ma ishxonaga kirib tekshirish nomidan birini yoz. Şadoycan, men qarqo'saq odam. Tekshirishnom yozolmayman. Amsi Güleysam yezib bersin. Ostiga sen qo'lingni besib bergin. Ma'qul Şadoycan, ma'qul. Shunda qilay. Matsavur maddahning kichiki arishdingimi deb qo'yali juma. To'lib bizning uyning atrofidan lolmi ishdak cho'glab yurmisin. Banqalsizlar. Amdi uni tepib olgan bo'lsam, tizining ostini chiqib o'tib, naql qilib o'taman. Jangal buloq 10-qism. Ishiq savdosi. İsmi cisminga loyiq kajdem ekansa, ey. Arshidinning qizingga ko'z silib yurginning nari yomon. Arshidin bir obdan xarachilik hunarini o'rganyotdi. Patarda ustisi dukan arib bersa, u qizingni guldek beqib keta oladi o. Qo'yslar va Şadoycan. Shu gap setgan baqadigan Matsavur maddoh bilan
faqat epim kelishmay juma meni. Onunga qiz bergucha bir umr qizimni yotliq qilmay o'taman men. Salikajning qizini Arshidindan qochirishig'imi koni adovatlar sabab bo'lgan edi. Salikajning 20 yoshga to'lgan qiran chaqlarida u mahalladagi Barat Turg'ay ismli oqsab mangadigan bir kishining Yelimxon ismli qiziga ko'yib yuratdi. Salikaj tunji qitim u qizni Arshidin bilan Oyshigul didorlashgan ko'l bo'yida uchirtib qolgan. U qahraton qish fasli bo'lib, sirtda lapildab qor yig'iyotdi. Salikaj isha karvosiga yo'g'on bir tonni besib ko'l bo'yiga suvga kelgan edi. U chaqlarda Salikajning dadasi Abdulla Qadaq boshqalarning ko'nrab teshilib ketgan cho'gin chaynak, chilaklarning tuyushklarini qadab berib, xilila hallangan kishilarning biri edi. Bu mahallada isha karvosi balamo barmoqda sanig'udakli edi. Salikaj yo'g'onchaqli qarvosini haydab, ko'l bo'yidagi sugatga eshigini bog'lab qo'yib, suv isish uchun chilakni qo'liga ilib turishig'ila ko'lning ichida cho'ltokkida qolgan bir ovoz bilan tang bir qizning ana deb chiqirgan inchki ovozi anglandi. Salikaj orqasiga burilib ko'lga qaradi. Ko'lning ichida bir qizning muzdan teyilib, uyning to'nglikchilik cho'nliqda echilgan kachkolning ichiga tushib ketib, bo'ynili ko'rinib qolgan edi. Salikaj yugurgunicha 2 sakratlar ko'lning ichiga kirdi. Qanib, qo'lingizni men bering. Tez bo'ling. Tez. Qahraton qishda, jondan o'tgudak sovuqda qizning beshi goh suvga cho'kib, goh ko'rinib qoladi. Qiz ming jafoda qo'lini kachkolning ichidan chiqarib yigitga sundi. Yigit qizning qo'ltig'idan qamallab suvdan tortdi. Qiz ikki qo'lini yigitning bo'yniga gerasilib, suvdan chiqishga oz qolgandila, Salim muzdan teyilib ketib, kayniga yiqilib tushdi. Qiz voyjon degunicha yana kachkolga tushib ketdi. Bu qitim qizning beshi kachkol echilgan muzning qirig'i tekkan bo'lib, beshidan shurqirab qon iqvatadi. Salim muz ustida bundaq tirkishi yurishning foydasi yo'qligini bilib, ko'lning sirtiga chiqib, bir chilak to'pa akirib, muz ustiga to'kdi. Ondan qizga qo'lini sunib, uni qutqizib chiqdi. Qizning beshi yerilib ketgan bo'lib, beshidan shurqirab qon iqvatadi. Jondan o'tgudak sovuq suvda bir hazo cho'milib chiqqashqa, bazgakdek lag'ildab titrab turadi. Qizning lavlari ko'kirib, chiroyi qizdirib ketgan edi. Xenem, bundaq tursangiz sovuqda muzlab qolasiz. Darhol issiq uyga kirib, kiyimlaringizni almashtirib isitib oling. Uning ustiga beshingizmi yordam emasmi, ha? Qiz mishildab yig'lashga boshladi. Mening qapig'im suvga tushib ketdi. Uyga borsam dadam urdi. Menga amsi bizning uyga boraylik. Bizning uyda suv qapig'i degan nurg'un. Sali shundoq deb qizning qo'lidan yetilab, ko'lning sirtiga ep chiqmoqchi bo'ldi. Salining qo'li qizning qo'liga tegar tegmasda, qiz qo'lini tortib oldi. Yo'q. Men siz bilan uyingizga borsam, dadam bilan onam meni cho'qim urdi. Voy, nimancha qo'rqsiz? Uyda onam bor. Bu oltingiz bilan uyga borguncha muzlab ketib ketmamsiz. Uning ustiga qapqingizni tex suv cho'ktiryapsiz. Bu oltingiz bilan uyga borsangiz, sizni kutib turayotgani tayoq qo'lida shu. Qiz joyliq qilmay Sali bilan ko'lning ichidan chiqdi. Sali qizni harusiga chiqarib, eshakni bo'lishiga choptirdi. Qenem, ismingiz nima? Fatamxon. Kimning qizi bo'lasiz? Izmaxun Juvozning qizi bo'laman. Salikaj u qizni xeli obdalla tunitdi. Uning kimning qizi ekanligini aniq bilmasimi, atay gapga selish uchun so'rab qo'ygan edi. Sali bu qizni bir necha yilning oldida ko'rgan. O chaqda qiz potlusini eqtib yurgan koni chiparqut chapanning ichidagi ko'rimsiz qiz edi. Qiz pat-pat ko'ch-ko'ylarda uchrab qolsa-mu, Sali uningga hanch sapsilib qarab ketmagan. Mana endi qizni yaqindan ko'ribla ko'ziga issiq ko'rindi. Qizning umoq siyoqi qor chuqudila ketib qoldi. Sali o'zini sezmasdan arvining bir tarafida o'ltirgan qizga
ixtiyorsiz qarab ketdi. Qizning bayroqdek titrayotgan nozik badani Salining ko'ziga shunchalik yaqinlik ko'rinib ketdi. Qizga shunchalik gap qilg'usi bo'lsa-mu, nim deyishni bilolmay uyiga kep qoldi. Ana, qanisiz? Ana? Sali hovlisiga kiribla onasini chaqirdi. Issiq qonda yeb igib o'tirgan Salining onasi Ranaxon hovliga chiqdi. Ranaxon o'g'li boshlab kelgan kiyimlar qitib, muzga aylanib ketgan qizga qarab hayron qoldi. Sali bo'lgan ishlarni onasiga aytib berdi. Ranaxonmo qizni issiq uyga boshladi. Xam xishlab silingan uyda yonmash qo'yilgan bo'lib, ichida urik o'tini gurkirab kuyib Mashning sirtqi yuzi qizirib, anardek bo'lib ketgan edi. Kiygi silingan supining o'tirsa, olim mushuk xurildab uxlayotdi. Mashga yaqin joyda yeb igiradigan yog'och turadi. Qiz yarim soat atrofida mashning oldida o'tirib, lag'ildab titrashlari besilib, chiroyiga qon yugurdi. Endi men qaytay ana. Rahmat sizlarga. Ay, qizim. Dadingiz achchig'i yomon, mijozi chus odam. Bundaq ho'l kiyimlar bilan uyga borsangiz, dadingiz achchig'lab qolmasmi? Kiyimlaringizni mashning issiqida quritib, ondan borgan bo'lsangiz, so'g'i tushib ketganingiz chenibmi qolmas edi? Shunda qilsam, xo'ymi yaxshi bo'ladi ana? Lekin kiyimlarimni quritaman deb o'ltirsam, ha, bo'pti qizim. Bunimi to'g'ri tushunaman. Patamxon qaytish uchun o'ylig'i chiqdi. Qenim, to'xtang. Qaznaq uy kirib, suvga tushib ketgan qapog'ingizga o'xshaydigan qapoqdan birini tanlab oling. Mushundaqli borsangiz, ota-onangizning oldida javob bermoqingiz tasga tushidi. Patamxon Sali bilan qaznaq uyi kirib, o'z qapog'iga o'xshaydigan qapoqdan birini tanladi. Sali uningga qapoqning og'zini qalamtirash bilan o'yib echib berdi. Patamxon Saliga rahmat aytib, qapoqni elib ketib qoldi. Ana shu kundan boshlab Sali bu qizga ishiq savdosi bo'lib qoldi. Pat-pat ishi bo'lmasa-mu, qizning uyining atrofini cho'rglaydigan bo'lib oldi. Chiroyi navatrang, ko'zlari yo'g'on, sal semizrak bu qiz Salining xiyolidan neri ketmaydi. Qiz pat-pat ota-onasi bilan etiz eriqlarga chiqib qoladi. Shundaq chaqlarda Sali qizni yiroqdan bo'lsa-mu ko'rib olib, miskin ko'ngliga tasalli izlab yurdi. Ikkisining ayrim ko'rishiga faqatla fursat bo'lmadi. Shundaqdimi Sali qalbida yenib turgan umid chirig'ini o'chirmadi. U har kuni Patamxonning uyining atrofidan aylanishni o'ziga odat qilib aylantirdi. Bu ishdan Patamxonning oisiklar bexabar yurgani bilan uning yaqin qo'shnisi bo'lgan Matrihim Maddohning o'g'li Masavur Maddoh Salining Patamxonning o'tida ko'yib, suyda eqib yurganligini sezib qoldi. Ksproch. Texi men ko'rsab yurgan gulga qo'l tekkizishning kodi yurib-atamsan? Uxlab tushim. Masavur Maddoh Patamxonning uyining atrofidan parvondek agib yurgan Saliga tishini bilab yurdi. Hamda bir amal qilib Salining ishini sug'uchilashtirmoqchi bo'ldi. Shu chaqlarda Sali dadisiga o'zining Patamxonga neli tushib qolganligini aytdi. Dadisimi orzuliq o'g'lining fikriga hurmat qilib, Ezim Juvozning uyiga elchi qo'ydi. Ezim Juvozmi tosh tishlab turolmay, ikkisining to'yga qo'shildi. Chunki u chaqlarda Salining dadisi Abdulla Qadoq mahalla ichida qo'l ilikida bor kishilar hisoblang'ashqa, Ezim Juvoz bundaq oilaga qizini yotliq qilishni o'ziga omad deb biladi. Ikki taraf atiyaz kirishi bilanla to'y qilishni bitishdi. Shuning bilan Salimo Patamxonning uyiga erkin ozodi kirib chiqib yuraladi. Lekin ularning qo'shnisi bo'lgan Masavur Maddoh quti ko'ygan to'xudek bo'lib o'ltiranmayli qoldi. U o'zi ishtaha saqlab yurgan qizga boshqalarning erishib olishni xohlamaydi. Bir kuni kechda u Salini uyiga mehmondorchilikka chaqirdi. Sali bilan Masavur Maddoh ikkisi tangdimatlik yigitlardan bo'lib, bak yaqin og'illardan bo'lmasa-mu, ko'ch-ko'ylarda uchrashib qolsa, qo'l elishib ko'rishib qo'yadi. Masavur Maddoh bugun o'z planini amalga oshirishni o'ylab yurgan edi.
u Salini uyga boshlab kelgandan keyin cho'qqa ko'mgan tuxum, to'g'i ko'pi qatorliqlar tizilgan dasturxonga Salini taklif qildi. O'zi bilan ancha yaqin og'indarchilikqa yo'q birisining to'satdan bundoq mardlashib ketishi Salini sal ajablantirib qo'ydi. Qani adash, tatinmay nimetlarga baq. Yaqinda to'ying bo'ladi. Tuxumni jiqchiq yeb, quvvat to'liqlab turmasang, to'y kechisidagi rasmiyatni o'tashga madoring yetmay qolmasa yana, dedi Masavur Madda Saliga chaqchaq qilib. Sali gap qilolmay, o'ppida qizardi. Ha, qizarib ketganlarni nimda? Yuzi echilmagan qizmi sanchilik qiz emas? Qani adash. Sali Masavur Maddahning zo'rlishi bilan dasturxonga ishtaha bilan biqib, qo'rsqini to'xladi. Sali qo'rsqini to'xlab, qiniq damlangan choydan rasa o'tlab, gard 2-3 ni kekirvatgandan keyin issiq besib o'ltirib qoldi. Masavur Maddah hamda fursat kelganligini bilib, bir botulka haroqni tiqib qo'ygan yerdan ilib, dasturxonga qo'ydi. Qanala adash, xo'sh. Mavo janning huzuridan bir nechurumga qiqib olib, hayotning pezini rasa bir surayli. Adash, boshqa ishqa zo'lasang mayli. Lekin meni mush ishqa zo'lama. Ömrümde qilib baxmagan ishning biri mushu. Ya dishoy, men sana zahar tanlamadim. Can do'st og'inam qatorida ko'rib, hurmat sharob sunyapman. Bu bir nimani paloni pul qilib, sana ichkizdiganga beshim ishib qolmadi mening. Faqat seni birdan bo'lsa-mu dadini unutib, bardiqini chiqirib olsin deb issun dedim. Hurmat qilganni faqat bilmaydigan adashkansan sen. Hurmat qilsang hurmat topasan, choynab yesang lazzat topasan deydi adash. Asta, jinim adash, rostlik xapimma. Ben burun içip baxmagan narsani endi içmeymen. Gelimni pokiz tutay. Ma'qul degina? Gelimni pokiz tutay deb qo'y texe. Men sana poq yigizga o'xshamamda. Yaydiganni yeb bo'plib bundaq desang, og'indarchilikqa yarmagan bo'lasan. Eng yaxshisi meni qaytma adash. Sali yaydiganni yepli ketishga yuzi chidamay, Masavur Maddahning deganiga qo'shildi. Sali bir romka aroqni ichibla ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Ikkinchi romka aroqni ichganda yuzlari qizirib, o'zini ko'k osmonda parvoz qilgandek hissiyotga keldi. Uchinchi romkada badallari yeniklab, tillari kalvolashdi. Uning tunji qatam aroq ichishi bo'g'ashqamikin, nihoyatda o'ng'ayli mas bo'ldi. Sali mas bo'lgandimi, nihoyat ko'p gap qiladigan, hadisini ushuqlik qiladigan mas bo'lib, bu tarafi Masavur Maddahning kutgan yeridan chiqdi. Adash, sen almoqchi bo'lgan Patamxonning pak ekanligiga toza ishongim kelmaydi. Hozirgi qizlar bor-ku, go'sh o'g'ir so'p ketdi. Bu gapni anglab, Salining judini o'rlab, qo'llarini polong'iltib turib vaqirdi. Shundoq chiqib qolsin-chu qani. O jumboqning qo'ng'i tepib haydib etma.